24-noyabr kuni Urumchida yuz bergan o't ofati sababidan kelib chiqqan tragediyaga norozilik bildirish uchun 30-noyabr kuni Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida jam bo'lgan Uyg'urlarni turk saqchilari qattiq qo'lliq qilib, tarqab ketishga zo'rlab, tutqun qilib chegaradan chiqarib o'tish bilan tahdid qilgan. Namoyishchilar saqchilarning o'zlarini Xitoy konsulxonasi oldidan yiroqlashtirishiga o'ltirib olib qarshilik ko'rsatgan. Namoyishchilar qo'llarida oy yulduzliq ko'k bayroq va Urumchidagi o't ofatida shahid bo'lgan Uyg'urlarning rasmlarini ko'targan holda qotil Xitoy hisob bersin degandek shuarlarni to'g'lagan. Turkiya saqchilari namoyishchilarni Xitoy konsulxonasi oldidan ketish haqida ogohlantirish bergan va ba'zilarini qo'ldan tutib so'rab konsulxona oldidan yiroqlashtirishga uringan. Biroq namoyishchilar chekinmasdan o'rnida chang turib shuar to'lashni davom qilgan. Xitoy konsulxonasi oldidagi namoyishchilarga o'zini saqchi boshlig'i deb tonutgan va beshiga shapka kiyib olgan puxroch kiyingan bir kishi asabiylarcha varqirab, birdamdan keyin hammanglarni supurib tozalaymiz, tutqun qilib chegaradan chiqarib o'tamiz degandek so'zlarni qilgan. Namoyishchilar texmi g'azablanib tirkishib namoyishni davomlashtirgan. U saqchining bu so'zlarini o'z ichiga olgan sin ko'rinish ijtimoiy taratqularda keng tarqalgandan keyin qattiq norozilik va g'ulg'ul paydo qilgan. Voqea yuz bergandan keyin ko'plagan turk xalqi namoyish maydoniga yetib berib, Uyg'urlarning yanida ekanligini va qo'llaydiganligini ifodalagan. Saqchilarning qilmishi Turkiyada qattiq g'ulg'ul qo'zg'agandan keyin Turkiya Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu Istanbulda o'tkazilgan namoyishda turk saqchilarining Uyg'urlarga qo'llangan qattiq qo'l muomalasi qarta o'zining Twitter hisobidan bayonot e'lon qilib, Uyg'urlardan kechirim so'ragan va bu ko'ngilsiz voqea ustidan tekshirish elib berishning boshlanganligini bildirgan. Bu voqea to'g'risida Istanbul saqchi idorasi bayonot e'lon qilib, mazkur saqchi xodimning chekidan oshgan ifoda qo'llanib xato tushunishga sabab bo'lganligidan afsuslanganligini bildirdi va bu to'g'rida inchiklik bilan tekshirish elib berayotganligini ifodaladi. 29-noyabr kuni Xitoydagi Xitoy virusi qamaliga qarshi namoyish harakati 5-kuniga qadam qo'ygan bo'lib, nurg'un joylardagi kishilar davomli ko'chalarda namoyish qilmoqda. Seshanba kuni kechda keng ko'lamli namoyish yana boshlangan bo'lib, Xitoy doiralar ularni bostirish uchun nurg'un saqchi avatgan va yosh oqquzish bombasi ishlatib ommani tarqoqlashtirgan. Nurg'un kishilarni qo'lga olgan. 14 soatdan keyin Guangzhouning Xayju rayoni 30-noyabr kuni tushdan keyin tuyuqsiz qamal siyosatini amaldan qoldirganligini e'lon qilgan. Nurg'un rayonlarmi kayni-kaynidan agishib bekor qilganligini bildirgan. Xalq ommasi buni qarmoqda Xitoy hukumatining yaqinqi bir necha kunda yuz bergan mamlakat miqyosidagi namoyishga yo'l qo'ygandek ko'rinsimi, qamal siyosatini amaldan qoldirganligining haqiqiy erkinlik, ozodlik deganlik emasligini ta'kidlagan. Xitoyning rasmiy taratqullari oxiri bu oq qog'oz inqilobiga javob qaytarishga boshlab, namoyish qarshiligini dushman kuchlarning singib kirishi deb aniqlam berish bilan qattiq zarba berishni talab qilgan. Mutaxassislar 4-iyun bostirishning yangi nusxasi boshlanish oldida deb ko'rsatgan. Bir tarafdan Xitoy maxfiy suhbat elib berib, namoyishchilarni qo'lga olgan. Ommaviy sorunlarga nurg'un saqchi qism o'rinlashtirib, internet torlarini tekshirishni kuchaytgan. Yana bir tarafdan universitet o'quvchilarini qattiq kontrol qilgan. Tsinghua universiteti boshchiligidagi universitet o'quvchilarini seshanba kunidan boshlab majburiy uylariga qaytarishga boshlab, o'quvchilarning oq qog'oz harakati namoyishiga davomli qatnashishining oldini olmoqchi bo'lgan. Hamda tarixda ko'rilib boqmagan 71 kunlik uzun ta'tilni boshlagan ekan. Ular hatto qisqa uchur yo'llab o'quvchilarga uyga qaytish yo'lida chet el taratqullarining ziyoratini rad qilishini eskartgan ekan. Shuning bilan bir vaqtda nurg'un shahar ko'chalariga bironik o'rinlashtirilgan ekan. Tashqi dunyo Xitoyning keyingi qadamda xalq ommasini keng ko'lamli qo'lga olishidan ansirmoqda. 29-noyabr kuni chet eldagi 50 dan ortiq o'qituvchi ochiq xat e'lon qilib, Xitoy harbiylari va saqchilarini aniq fikrda bo'lishga, namoyishchilarni etib bostirmaslikqa va 4-iyundagi qirg'inchilik fojiasining qayta yuz berishidan saqlanishga chaqirgan. Oldingi hafta oxirida Xitoyning nurg'un shaharlarida yuz bergan Xitoy virusi qamaliga qarshi turish harakati oq qog'oz inqilobi Xitoy Kommunistik partiyasining rahbari Shi Jinpingga misli ko'rilmagan raqobat paydo qilgan va dunyoning diqqatini qo'zg'agan. Chet eldagi 40 dan ortiq Xitoy o'qituvchisi, demokratiyani tashabbus qilish harakatining rahbarlari, olimlar va mustaqil yozuvchilar birlikda Xitoy xalqiga yozgan xat va mamlakatlik xalq qurultiyi raisi Li Jiangshu, bosh ministr Li Keqiang va xalq siyosiy maslahat yig'inining raisi Wang Yangga ochiq xat yozib, Shi Jinpingning Xitoy virusi yuqumini dastlabki qadamda yo'shirib, yuqumning dunyo miqyosida tarqalishini keltirib chiqarish jinoyatini tekshirib, uni yomon g'arazda deb hisoblab javobgarlikni surish qilish kerakligini, Shi Jinpingning zolim qonunlarini ijro qilganligi uchun har sohadagi partiya va hukumat amaldorlarini tekshirib javobgarlik tortish kerakligini, Shi Jinpingning asosiy qonunga xilof holda o'g'irlagan barliq davlat huquqidan mahrum qilishini hamda uni harbiy kuch ishlatib davlat organlarini go'rog ilib olish va davlat huquqini ag'dirish jinoyati bilan jinoiy javobgarlik tortish qatorliq 10 moddalik jiddiy murojaatnoma yozgan.
Xitoy Kompartiyasining 3-avlod rahbari va sobiq bosh sekretar Jiang Zemin 30-noyabr kuni Shanxayda 96 yoshida o'lgan. Xitoy davlat taratqullari Jiang Zeminning o'lish sababining oqqan kesili va ko'p a'zoning zaiflashishi deb e'lon qilgan. U hokimiyat yurgizgan mezgilda Xitoyning hukumat huquqi cheriklik bilan avj olib, boylar bilan namoratlar o'rtasidagi farq davomli cho'ngayib, Falun Gong murtidlari, o'qituvchilar va arz qilguvchilar ziyonkashlikka uchragan. U o'lgandan keyin torda qizg'in munozir qo'zg'alib, uning insoniyatga qarshi jinoyatchi ekanligini ko'rsatgan. 1993-yildan 2003-yilgacha Xitoy raisi bo'lgan Jiang Zemin 1989-yildagi Tiananmen qirg'inchiligida to'hfa ko'rsatib hokimiyat beshiga chiqqan. Jiang Zemin hokimiyat yurgizgan yillarda 1997-yili Sharq Turkistonning G'ulji shahrida yuz bergan 5-fevral voqeasida minglagan Uyg'ur yoshlari o'ldirilgan. Necha minglagan Uyg'ur qo'lga ilinib turmaga tashlangan. U hokimiyat beshiga chiqqandan keyin siyosiy dasmoyi bo'lmag'achqa armiyada o'zining kuchini tiklash uchun Xitoyning har darajalik amaldorlarining cheriklashishiga yo'l qo'ygan. Yuqoridan tuvanga saranglarcha pul-mol to'plab, armiyani xohlagan savdo qiziqtirib, kishilarning qalbini tutish uchun armiyaning chekidan oshgan cheriklik va fohishvozligiga yo'l qo'ygan. Shuning bilan Jiang Zemin Xitoy amaldorlari orasidagi cheriklikning bosh treneri deb atalgan ekan. Jiang Zemin 5-fevral va 4-iyun harakatini bostirish jinoyatiga chetilib qolmay, yana Falun Gong muritlariga ziyonkashlik qilganligi uchun insoniyatga qarshi turish jinoyati, irqiy qirg'inchilik va qiynash jinoyati bilan ayblangan.